Oldinlari elektriklarimiz avtomat tanlaganda uni o'g'irlikka qarab olishardi. Sababi ba'zi bir yengil avtomatlarda qisqa tashuvdan himoya qiladigan elektromagnit ajratgich bo'lmas edi. Bu esa avtomatimiz o'sha liniyani umuman uzmasligi yokida juda kech uzishga olib kelardi. Natijada simlar qizishi, erishi va boshqa xavfli holatlar yuzaga kelar edi. Hozir bozorda bunday avtomatlarni deyarli uchratmayapman, lekin shunga o'xshagan himoya qurilmalarini tanlaganda katta firmalar mahsulotini olishni tavsiya beraman. Sababi yirik ishlab chiqaruvchilar avtomatni chiqarayotganda ko'p bosqichli tekshiruvdan o'tkazadi. Birgina brak avtomat kompaniya obro'siga katta zarar keltiradi. Hozir bozorga uchrayotgan Luma, Sensi, Vico va Chint avtomatlar ham shular sirasiga kiradi. Yozuvlari, korpus sifati va materialdan ham mahsulotning darajasi bilinib turadi. Shunga o'xshagan mingdan ortiq sifatli elektr mahsulotlarni Buxorodagi Megavolt do'konidan topishingiz mumkin. Do'konimiz manzilini Instagram profilimizda ko'rsatganmiz.